Assalomu alaykum. Xudo xolasa akamizga mana eng yangi vipuskamizda mana oyoqlarimiz полный sasno oyoq. Xullas kalom Xitoy stollari bilan birga bir ishlangan. Mana boltlari. Bolt qaranglar mana. Umuman bolt ko'rinmaydi. Chotki. Prost bolt mana o'zimizda. Bemalol raqobatdosh miramirdan teshilgan. Narxlari 2,5 mingdan boshlanadi. Hani ko'rishlar mumkin. Umuman boshqacha ajarib turishni qaranglar mana narsani. Ko'pchilik narxlari tushunarsiz bo'lyapti deb savol beribdi kommentariyada. Narxlarimiz akalar bu stollar 2,5 ming. Xatek o'zimizni to'rtburchak oyoqlarimiz 1600 dan boshlanadi. Narxlari kelishilgan holatda. Xudo xolasa bu stol Quva Farg'onaga qo'yildi, Quvaga. Mana oyoqda regrovka mana zavodskoy narsalar mana. Joyicha konus ekan, joyi yozgan narsa qo'yildi mana. Lekin xudo xolasa stol o'tda ham bikir bo'ldi mana. Umuman stolni majburlamasdan tutolmaysizlar. Ko'pchilik stol qimirlamaydimi, boshqami degan savollar bo'lsa,